shu. Qarang, unda analizda topshirgansiz, hozir ham uni paxtani topshirish shart emas u narsalarni. Ya'ni sizda tashqi tarafdan qaraganda shu analizlarga to'g'ri kelyapti. Ya'ni sizda bitta jinsiy organlar yaxshi rivojlangan более-менее. Lekin sizga bu jinsiy aloqani vaqti yaxshi bo'lishligi uchun doimiylik kerak. Siz uylanishingiz kerak. Uylanganingizdan keyin agar bir oyning ichida tez bo'shanishlik sizda ketmasa, siz krem bilan jinsiy aloqa qilib ko'rasiz. Krem bilan vaqt uzoq bo'lsa, sizda demak nervlarni soni ko'p, nervlarni ishini olib tashlash kerak yoki doimlashda kremni ishlatish kerak. Hozir tuxumingizni o'zi qilib ko'ramiz, masalan, og'riyapti. Shu o'ziga qarab aytamiz, lecheniya yozib beramiz. Xo'p, atak qolganda men boshqa muammolar sizda ko'rmayapman. Prosta sizga tajriba kerak, tajriba yo'q. Prosta nima uchun uylanmayapsiz? Problema bormi? Endi shu tez bo'shagan. Ayda siz jinsiy aloqa mashinada mana misol haydashni xohlasangiz, постоянно mashina minsiz, keyin o'rganasiz. Mashinani olib qo'yib haydamasdan yoki bunday qarab turib avtosalonga qarab mashinani olaman siz uni o'rgana olmaysiz. Jinsiy aloqa ham shunaqa, siz oldin uni minishingiz kerak, ayol kishini minishingiz kerak, keyin sizda opit paydo bo'ladi, o'ziga awareness paydo bo'ladi. Atak sizda bunaqa bitta katta problema men ko'rmayapman. Siz uylansangizda sizda hammasi zo'r bo'ladi. Tushunyapsizmi? Chunki gormonlaringiz, testosteroningiz hammasi ideal darajada turibdi. Hamma analizlarni olganmiz, bitta problema bo'lmaslik kerak. Siz prosta sizda o'ziga kamgina ishonch kamroq. Ishonchni o'zida men misol как vrach sifatida hozir men ko'p narsalar qilsak bo'ladi, lekin o'shanga bir narsa ko'rsatma yo'q sizga qilgani hamda. Tushunyapsizmi? Ya'ni operatsiyami yoki bir narsani yaxshilash uchun. Prosta sizda o'zingizda tajriba kerak, o'zingizga ishonch kerak. Uylansangiz ishonch bo'ladi. Sizda men как shifokor sifatida aytamanki, xudo xohlasa sizda unday katta problem bo'lmaslik kerak. Hozir tuxumingizdagi bo'lgan muammoni aniqlaymiz. Prosta jinsiy aloqa uzoq bo'lmagan odamlardagi bo'lgan holat bitta prujinani bunday tortib otib yuborsangiz, misol tortilganda uzoq tortilgani o'sha uzoq vaqt muddatda siz jinsiy aloqa bo'lmagani. Jinsiy aloqa bo'lsa tap tashlaveradi. Prujina otiladi. Prujina постоянно ishlab tursa, tortilib tursa, u kengayadi, otganda ham sekin otadi. Sizda hozir shu ushlab turibsiz. Постоянно katta sizda, tushunyapsizmi? U otib yuboryapti. Uni siz kachat qilsangiz, trenovat qilsangiz, sizda hammasi zo'r bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz uylanishingiz kerak. Uylaning hech qanaqa xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Hozir tuxumni o'zi qilib ko'ringlar. Shu tuxumda simptomlar machif puti yo'q, ha? 2 oy oldin peshobga tez borayotganimda aytdim ekan. Aha. Hozir bo'lmaydi bo'lib qoldi. Hozir yaxshi. Bu 2 oy oldin o'sha vaqtda bo'lganda biz tekshirardik. Hozir uni tekshiramiz. Bu prostatasini ham ko'rib beringlar, buni xarakterga qarshi. Prostatasiz bilan yurakni ham ko'rib, aytdim, yurakni ham ko'ringlar, polni tekshirib beringlar. Qarang, analizlaringiz hammasi bor. Hozir o'zi qilib ko'ramiz. O'zi kompleksli как новый yozilib, o'zi prostata tuxum и просто buyrakni ko'rib beringlar. Biz protokol. Sehrli tayoqcha bilanmi? Sehrli tayoqcha emas, qorindan. Qorindanmi? Da, sehrli tayoqcha kerak emas hozir. O'tgan safar ko'rdik, hammasi yaxshi edi, xudo xolasa. Mana lecheniya bo'lgan. Uylaning, kelin toping, bormi? Birorta yaxshi bor. Shu o'sha qo'rqmang, keyin uylanishdan oldin hozir o'shani esingizda qolsa, endi Peshobmi? hozir o'zi qilib ko'ramiz. Peshobda nima problem? Peshobga tez borayotgan. Qanchada? Qancha? 8 marta, 10 marta, 12 marta bor. Kechqurun turasizmi? Turyapman. Hozir endi sample normalniy. Bir paytda turyapman, bir paytda turmayman. Qanday prostatasi razmerini ayting, omnik prostatix bo'ladi agar prostata razmeri menga ko'rsatilar. Hozir ichsin Tigralis. 1 oy davomida. 1 oy davomida Tigralis ichsin. Keyin uylanishdan oldin 1 oy ichsin, har soat jinsiy aloqadan oldin. Qarang, bir kurs dorilar ichasiz-ku, zo'r bo'lib ketadi. Sizda hammasi, mana siz sportivniy telosложение. Yana siz fitnessga ham borsangiz, yana ham testosteron ko'tariladi, normalniy bo'ladi. Tushundingizmi? Xavotir olmang undan. Da, kelasiz, men yozib beraman. Xo'p, mayli.